onajonimiz. Ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz. Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali, jadidlarning yoqqan chirog'i o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni Boshda qoling. Nima intervyudan? Bugun MMAda. Ha. Assalomu alaykum. Sizni ushbu g'alabangiz bilan tabriklaymiz. Ushbu g'alabadagi o'zingiz taassurotlaringizni aytib bersangiz. Juda ham yaxshi kayfiyat. Hozir tushunmayman boshiga nima bo'lyapti, qolgan emas. Ushbu 2026-yildagi rejalaringizni aytsangiz. Hozir men yengil vaznda chempionman. Bir marta, ikki marta enkam zashitda poyezd qilaman. Tashqari ko'ramiz qanday. Jangga tayyorgarliklar qanday ketgandi? Juda ham yaxshi. Har dafadagi ham kamgina jarohat olganim bo'limdan oldin, lekin bu problema bo'lmadi bu uchun normal. Biz juda ham sizdaqa sportchilardan juda ham faxrlanamiz. O'zbekistonni ko'klarga ko'tarib